Yotishini qaranglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Mazza. Ertalab yemlarni yeb yotibdi hammasi. Mana ertalab somon bilan atala desangiz atalamas. Pishgan yem somonning ustiga quyib beriladi. Yeb hammasi yotibdi bular. Mana. Ovozga yotishini qarang. Havo sovib ketdi. Bular yana bir cho'miltiraman mana shu kanikulda dedim. Havo ham sovib ketdi. Yotishni qaranglar bular. Qonlar to'q. Kecha mana shuni tozalash boradi. Hozir soat 11 bo'ldi. Obedga vaqt bo'ldi. Bularga hozir ashi obedda ertalabki beriladigan yemini tayyorlashni ko'rsataman, hurmatli obunachilar. Atalarni tayyorlab pishgan holati bilan. Albatta videoni ko'rishdan oldin like bosib gumburlatib qo'yasizlar. Bu holatlar. Soat 4-5 gacha mana shunday yotadi bular. Atala qilayotganda bir turishib oladi motorning ovoziga. Keyin yana yotishadi. Bozorlar ham ancha tashab yubordi hozir. Endi tashab qanday tashlaydi? Kecha kuni ham mol bozoriga chiqdim. Ko'pchilik qaytarib olib ketdi-da. Xaridor juda kam, savdolar kam mol bozorida. Chunki go'sht narxi xunajin go'shtlar 110 ming, novoz go'sht 120 mingdan 140 ming so'mgacha bo'lyapti. Shunday vaziga bozorlar ham jicha sus, odamlarda pul uzilgan payti. O'tgan safargi videoroligimizda ko'pchilik so'rabdi, bular qancha boqasiz deb. Hozir mashlar kelganiga 2,5 oy bo'ldi. Oldini kelganiga. Eng oxiri kelganlariga ham 2 oydan o'tib qoldi. Bozorga olib chiqsak ham bo'ladi, lekin ko'ryapsizlar holatini, somon bilan yog'siz yaxshi semiryapti. Bularda endi ro'zadan keyingi aprel oylariga xudo xohlasa 16 dan teng sotish niyatimiz bor. Hozir ko'rasizlar, yana yotoqlar. Bular ko'pi 2 kurakdan. Hali cho'jam. Yana videolarimizda shunaqa
narsalar gapirishyapti. Bu sigir qilsang bo'lmaydimi boshqa. Hurmatli obunachilar, mana shuni bo'yi 1.15 yo 1.20 chiqadi, rosa chiqsa. Lekin 2 kura 2 yashar bo'lib qo'ygan. Buni sigir qilaman desangiz, bundan qanaqa zot tug'iladi? Yana ham maydalashib ketadi. Ichida bitta ikkita bunaqa katta mollar kelib qo'ygan. Bunaqa katta mollarimiz kelib qo'ygan. Bu ham kelganda o'ta ham kasalmand mol edi. 9 million 200 mingga olinadi. Zo'rg'a o'nlab mayinchalik qildik. Siliosiya bo'kib qo'ygan mol mana shu bo'ladi, hurmatli obunachilar. Oddiy o'zimiz siliosga bo'kib qo'ygan mana shu molimiz. Lekin hali bo'zay, to'g'ri-ku, mana u tishini ko'ryapsizlar, endi tishini orasini ochibdi. Lekin hali bo'zay. O'tgan safar videoroligimiz rosa kelsa 150 kilo, 170 kilo kelar molingiz deyishdi mana shu molni, lekin suvay katta mol, hurmatli obunachilar. Bozordan unaqa semiz mol tanlab olmaymiz, iloji boricha ozg'in mol olinadi. Chunki mana shu ham oldingi videoroliklarimizni ko'ringlar, o'ta ozg'in mol edi. Lekin o'zgarish zo'r bo'ladi. Mana u ham bitta tuqqan. Suti ozligi uchun egasi olib chiqib sotgan. Lekin mana yem yegandan keyingi holatida mol mahnaqa zo'r o'zgarib ketdi. Bular yana 1 oy, 1,5 oy bo'lsa ham boqaman. 4 oydan o'tib qoladi-yu meni hisob-kitobim bo'yicha, lekin hozirgi narx oshgan narxasiga yaxshigina foydaga kiriladi. Mana u ham Xudo xohlasa boqiladi yana. Bu ham bitta tuqqan. Bu ham bitta tuqqan. Sigirdek bo'lib ketganda ko'rsanglar. Mana go'nglarini holati. Silios ham o'ta donli, u ko'ryapsizlar, go'ngi bilan siliosni ham o'tkazib yuboryapti. Bu ham olinganda o'ta ham xarob. Ozg'in mol edi. Holatlar. Iloji boricha ozg'in mol olsanglar o'zgarish zo'r bo'ladi, bozordan ham arzon olasizlar. Semiz sifati bor molga yopishsanglar, u yaxshi pulga olib qo'yasizlar, keyin uni 1-2 oy bekarga boqasizlar-da. Mana shu ham 6 million 700 ming so'mga olingan. Yaxshi boqsak 170 kilo yonverda bo'lib ketadi, chunki suvayli mol. Mol uchalasi ham o'ta ham xarob holatda edi. Cho'jon. Endi holatni ko'ringlar. 6 million 700 ming so'mdan olingan mana shu to'rovi. Mana u kelgandan keyin zo'r o'sib berdi. Bular hali bo'zay adashmasa. Buni bo'g'oz shaklida dedik, qo'l soyizib ko'rsak, bo'g'ozmas ekan, qisir chiqdi. Pashti yetilib qoldi mana shu ham. 3 oyda. Bular ichida serobash 3 oyda yetiladi yo'llari ham, ular ham o'sha bozorbob asa qossob so'yadigan mollar bo'ldi-yu. Lekin hozirgi rejimimizda somon bilan boqilayotgan rejimda unaqa katta yog', ko'p yog' baylab yormaydi, shuning uchun mollar yana bitta boqiladi. Bularni o'sha 200 kiloni ustida qilib sotamiz inshaalloh. Niyatimiz shu. Mol olinganda ham polvoni mana shu edi. Cho'jon. Turgisi ham kelmay.
Mana shu mollar 8 milliondan kelib tushgan. 17,5 millionga. Suyuq qo'yg'i hammasi hurmatli obunachilar 9 million 200 mingga ham bor, ular 9,5 millionligi ham bor. Mollarimiz 6 million 700 ming so'mga tushgan. Yangi obunachilar uchun. Shu videoni bugun qo'yamiz. Ertangi kungi videomizda atalar tayyorlashni ham to'liq chiqarib beramiz. Like'ni bosib gumburlatib qo'yasizlar hurmatli obunachilar, mollar. Molxonamiz sharoiti unaqa zo'r emas hali. Anti-komment yozadi yo'llar uchun. Lekin qo'ldan kelgancha boqyapmiz mana shunaqa. Mollarning holati. Go'nglarni toshib olib chiqib yuborishimiz kerak edi bugun. Ob-havo ham yomg'ir yog'ib, yo'llarimiz loy qo'yardi. Endi ertaga olib bir haftada bir olinadi shu go'nglar. Chunki mana ko'ryapsizlar, go'nglar to'planib qolgan. Bir haftada bir vaqt bo'ladi-da bularni go'ngini olib chiqqan. O'zimiz davlat ishida ishlaymiz. Hozir kanikul 1-2 kundan beri yomg'ir yog'ib, yo'llar loy qilib qo'yibdi. Shvet ham kuchli narsa. Ba'zi sigir bo'ladigani. Lekin olinganda o'ta xarob qoladi. Eng yosh katta molimiz mana shu detimiz. 4 kilo mana shu. Dog'lasi 20 million ustidagi mol qilib sotamiz. Chunki yog'siz yaxshi semiryapti. Qo'yganlarga qaraganda ko'proq yeydi. Yemlarni ham bir qator atalab pishirishlar aytganimiz ertangi videoda chiqaramiz. Yangi buqamiz Novoz babi kelgandan keyin ozgina joy tanlaydi ekan, hurmatli onachilar. Qisir, xunajin yeyoradigan, lekin novoz joy tanlaydi ekan. Bu 1-2 kun joy tanladi. Lekin bu ham katta bo'lib ketadigan novoz hali. Buni yil boqamiz, xudo xolasa. Niyat qilib turibmiz. Chunki hali bo'zay o'sadigan, katta bo'ladigan mol shvet. Qirg'iziston parodi. Lekin odamni suzar ekan. $16 million 700 ming so'mga olingan mashina. Bozorlarda narxlar tashadi, hurmatli obunachilar. Ancha tashadi. Chunki savdo yo'q bozorda. Kecha kuni ham chiqdik. Juda ko'pchilik qaytarib ketdi molni sotmasdan, sotolmay. Chunki mol purish ham qimmat olgan. Dehqonni u pulga sotgisi kelmadi. Boqmalardan semiz molda ham savdosi past. Chunki narxlar osmonda. Mana shu qachon yetilsa hammasini sotamiz. Eng orqada mana shu. Hozir. Mana shu ham yetilsin, keyin bitta sotamiz, xudo xolasa. O'pdim. Bitta xirmon ko'tarish niyat bor. 16 ta mol teng sotish niyatimiz bor. Keyin sen ham turib qo'y. Video uchun turgizdik. Bular qanday qaralyapti hammasini endi ertangi videomizga qanchadan yem berilyapti, nimalar qilinyapti hammasini chiqaramiz.
Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar albatta like bosib, gumburlatib qo'yasiz degan umiddamiz.